Hammaga salom do'stlar. Bugungi ko'rsatuvimizda o'zbeklarga eng qiziq bo'lgan mavzu mullajiring haqida gaplashamiz do'stlar. Xitoydagi oyliklar haqida so'rab surishtiramiz. Kim qancha nech pul topadi, qanchadan beri ishlaydi, hammasini bugun so'rab surishtiramiz. Sizlar bilan Kamina Kamtarin Muzaffar va turmush o'rtog'im Lida. To'g'ridan to'g'ri Xitoydan reportaj do'stlar. Qani, ketdik bo'lmasa. Mavzuyimiz juda ham qiziq. Mullajiring. Mana do'stlar, keyingi lokatsiyalarimizdan biri bu sartaroshxona. Hozir sartaroshimizdan yaxshilab so'rab surishtirib, nechta pul topishlari, bu joylarga qancha pul berishlarini hammasini so'rab ko'ramiz. Undan oldin sizlarga ozgina sartaroshxona obzor qilamiz. Ko'rib turibsizlar, 3 ta odam o'tiradigan joyimiz. 3 ta o'tiradigan joy. Kirib kelishinglarda divanimiz bor. Bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Sartaroshxonamizda akvarium bor do'stlar, chiroylikkina. Qo'limni bir tiqib shug'ay ko'rasizlarmi? Yugurtirsanglar bo'ladi. Orqasidan baliqlar yugurib yuradi. Ovqat deb o'ylaydi, bular ham qorni och. Kirib kelishimiz bilan do'stlar. Shampunlar turadigan joy, soch yuvadigan joyimizni ko'rib turibsizlar. Mana mashqqa shunday yotib boshlari yuviladi. Yaxshilab yuvib, bu yoqlarga sochiqlarni taxlab qo'yishgan, har xil kremlar, kraskalar va hokazo narsalar. Ko'rinishdan yomon emas. Tualetimiz ham bor. Bu yerda yordamchimiz o'tiradi. Bu sartaroshxonada bitta odam ishlaydi. Shu ham bo'lsa bizning do'stimiz, oilaviy do'stimiz, xotin bola chaqasi bor odam. Biz bularnikiga mehmonga kelamiz, bular bizlarnikiga mehmonga keladi. Shunaqangi bir oldindan tanish do'stimiz. Vamping nomi. Telefon bo'lib qoldi. Do'stlar, ana endi intervyu olamiz, ko'ramiz nech pul topadi, nima qiladi. Birinchi savolim, bu sartaroshxona o'zingizga tegishlimi yoki har oy ijara haqi to'laysizmi? Ha, har oy pul to'lab turaman. Yaxshi, nech pulligini bilsam bo'ladimi? Men oylik emas, har yili pul to'layman. Nech pul? 1 yilga 30 mingman. Mana do'stlar, o'zingizlar eshitdinglar, 1 yilga $4300 taxminan arenda puli berar ekan. Xo'le. Aynan shu sartaroshlik kasbi bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanasiz? 13 yildan beri shug'ullanaman. Bu yerda qanchadan beri? Aynan shu yerda. 13年工作。Ogamiz 13 yildan beri shu yerda ishlayman deyaptilar. Hali eng qizig'i endi. Mullajiringni so'raymiz. Sizni oylik maoshingiz bir oyda taxminan qancha pul topasiz? Bir oyda 10 ming topaman. 10 ming yuan juda ham yaxshi. Yaxshi kunlarda ko'proq va yomon kunlarda sal kamroq topasiz, to'g'rimi? Do'stlar, oyligini o'zingizlar eshitdinglar, 10 ming yuan pul topaman taxminan deyapti. Bu degani $1,5 ming atrofida. Bu o'rtacha. Bu sartarosh o'zimizga tanish, bilamizki, har xil Yaponiya, Koreyalardan o'qituvchilar keladi, o'shanda borib malaka oshirishlarga boradi katta-katta shaharlarga. Ya'ni Xitoyda yaxshigina bir professional sartarosh hisoblanadi, do'stlar. Shunaqa gaplar, sartaroshlar 1,5 mingcha topadi atrofi. Yomon emas. Hali, sesiya. Omidlo. Mana hozir dastavkaga keladigan joydamiz va hozir ichkaridagi ishchilardan so'raymiz, ular qancha oylik topadi, qancha yildan beri ishlashini. Hello. Salom, sizni ismingizni bilsam bo'ladimi? Xu Chang'e. Xu Chang'e. Xu Chang'e. To'g'ri tushundimmi, sizni ismingiz Xu Chang'e? Yaxshi, sizga bir nechta savollar bermoqchimiz. Birinchi savolimiz, bu yer sizga tegishlimi yoki bu yerni ijaraga olganmisiz? Ha, ijaraga olganmiz. Ijara narxi bir oyda qancha? O'rtacha bir oyda 3000 yuan to'laymiz. Ya'ni bu degani bir oyda 3000 yuan. 3000 yuan $350 atrofida bo'ladi. Shunaqa? Turist 450 atrofida bo'ladi. Ikkinchi savolni beradigan bo'lsam, sizlar bu yerda qancha vaqtdan beri ishlaysizlar? 19-yildan beri hozirgacha ishlaymiz. 8 yilcha bo'lib qoldi. 2019年。 很长时间了。 Ancha vaqt bo'lib qoldi ishlayotganimizga. 对。 8 yil bo'ldi. 19年顺一年了，到今年2026年。 19-yildan beri ishlayaptilar. Ya'ni bu 8 yil bo'lgan. Juda yaxshi. Bilishimcha sizlar ertalabdan kechgacha ishlaysizlar, to'g'rimi? Taxminan necha soat? Taxminan 12 soat. Ya'ni ular bir kunda 12 soat ishlashar ekan. Ana endi oxirgi savollarimizdan biri, bir oyda shu yerdan qancha pul topasizlar?
Ijarani hisoblamagandami? Odatda o'rtacha hisoblaganimizda 13 ming yuan topamiz. Bir oyda, to'g'rimi? Ha, albatta. 13 ming yuan? 2000 dollar. 2000 dollar bo'lar ekan bir oyda. 嗯， Juda yaxshi, rahmat. Rahmat sizlarga. Ko'rishguncha. 谢谢，拜拜。好的，好的，拜拜，谢谢。 Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar. Juda ko'p topshirgan. Ha, yaxshigina topshirgan. Hozircha yomon emas, ana endi keyingi lokatsiyaga boramiz. Qani ketdik. Orqamizda ko'rib turibsizlar do'stlar, yana bitta punkt VDChimiz. Nimaga deganda, bizlar Lida bilan ozgina bir podozreniyaga bordik, shubhaga bordik. Chunki opamiz aytdilar, taxminan 2000 dollarga yaqin pul topaman dedilar. Bizga ozgina shubhali ko'rindi. Kelinglar, yana bitta shunaqangi amakimizdan, akamizdan so'raymizda, qancha pul topishini keyin solishtirib ko'ramiz. Shunda bilinadi, yolg'onmidi yoki rostmidi. Qani ketdik. Ko'rib turibsizlar, tashqi ko'rinishidan yomon emas. Ichkarida shunaqangi punkt VDClar bor, narsalarimiz aynan shunaqangi joylarda turadi. Tashqaridagi yecheykalardan ham bemalol narsalarimizni olsak bo'ladi. Hudud jihatidan taxminan bir xil. Narigi opamizning punkt VDCsi bilan o'rtacha. Ana endi o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Ni hao. Salom aka, yaxshimisiz? Laoban. Savollaringiz yaxshimi? Ismingizni bilsam maylimi? 曹凯， Chao-kai. Sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana shu turgan joyimiz sizga tegishlimi yoki ijara haqqi to'laysizmi? Yo'q, bu yer o'zimga tegishli. Demak, o'zingizniki juda yaxshi. Qancha vaqtdan beri bu yerda ish yurityapsiz? 4 yildan beri. 4 yil bu juda ham zo'r. Yana bir shaxsiy savol, sir bo'lmasa, bu yerdan qancha oylik maosh topasiz? Ha, men bu yerdan taxminan 6000 yuan topaman. 6000 yuan bu bir o'zingiz uchun, to'g'ri tushundimmi? Soat nechidan nechagacha ishlashingizga to'g'ri keladi? Ertalab 8 dan to kech payt 8 gacha. Demak 12 soat atrofi taxminan. Siz yolg'iz o'zingizmi yoki yana qo'shimcha yordamchilaringiz ham bormi? Yo'q, men bir o'zim ishlayman, yordamchilarim yo'q. Demak bir o'zingiz shu yerda 6000 yuan topasiz, to'g'rimi? Rahmat, sog'-omon bo'ling. O'zinglar eshitdinglar do'stlar, 6000 yuan topaman dedi. Kimdir aldayapti-da bu yerda. Yo, opamiz bizga xitrlik qildilar, ko'proq topaman deb. Yoki bu amakim o'zlariga skromnilik qilyaptilar-da, Maja. Pulim ko'p emas, nalog to'lamaslik uchunmi, balkim bilmadim. Lekin haqiqat taxminan o'rtada bo'ladi-da. 10 ming atrofi, menimcha. Bu tomon ham, bu tomon ham 10 ming atrofida topsa kerak. Keyingi lokatsiyaga qani do'stlar olg'a. Mana do'stlar, meva-cheva sotadigan joyga ham kelib oldik. Ko'rinishidan tashqi ko'rinishi yomon emas, ko'rib turibsizlar. Ana endi ichkarini obzor qilib ko'rsatamiz. Qani, ketdik. Mana do'stlar, meva-cheva sotadigan joyga kirib kelganmiz. Ko'rib turibsizlar, har xil durianlar bor. Mana opamiz bu yoqda meva kesib turadigan joylardan sotish uchun shunda tayyor qilib qo'yishibdi. Meva-cheva sotadigan do'konimizni ko'rib turibsizlar. Xodimlarimiz ko'p, ancha-muncha. Taxminan bir 5-6 ta xodimlarimiz ishlayapti. Salom, sizni ismingizni bilsam bo'ladimi? 我叫魏经丽。啊，魏经丽。 Siz bilan tanishganimdan juda xursandman. 谢谢。我想 Men sizdan bir narsa so'ramoqchiman. 你 Bu yerda ishlayotganingizga necha yil bo'ldi? 几年了？ 8 yilcha bo'lib qoldi. 8年了。 Sizlar bu yerda necha soat ishlaysizlar? 几个小时？ Taxminan 8-8,5 soat. 8个半小时。哦。 Juda yaxshi. Oxirgi savollarimdan biri, 其实 bu yerdagi oylik maoshingiz qancha? Biz bu yerda 3500 atrofida topamiz. 3500。对，我们拿铁车。 3500这。谢谢。好，好的，谢谢。拜拜。 Mana do'stlar, yana bitta opamizdan intervyu olib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. 哎，你好。 Salom, siz bu yerda qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Men yaqinda 刚 keldim. 来的啊。你也工作？ Siz ham boshqalar kabi 8 soat ishlaysizmi? Ha, biz bir xil ishlaymiz. Demak, oylik maoshingiz ham bir xil, 谢 to'g'rimi? 谢。你们都是 Hamma oyligi teng ekanda demak. 好，谢谢。拜拜。 Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rib turishinglar mumkin. Taxminan 8 soat ishga 3,5 ming yuan oylik olishar ekan. Bu degani o'rtacha 500 dollar. 500 dollar atrofida. So'mda bu 6 million so'm bo'ladi-da, taxminan. Shunaqa. Keyingi lokatsiyalamizga qani yo'l olamiz. Ana endigi navbat do'stlar, oddiy do'konda ishlaydigan ishchi xodimlarimiz haqida bo'ladi. Do'konni ko'rib turibsizlar, tashqaridan
oddiy do'konlardan. Shunda kirib kelishimiz bilan ko'rsanglar, mana shunaqa mayda-chuyda narsalar sotiladi bu do'konimizda. Bunaqangi produktoviy do'kon emas. Bu faqat shunaqa snacklar, shunaqangi shirinliklar yoki bir har xil chaqchuqlar sotiladigan do'konlarimizdan do'stlar. Ayniqsa yosh bolalar juda yaxshi ko'radi bu do'konimizni. Ko'rinishi aynan shunaqangi do'konlardan biri. Lekin bizga eng qiziq bo'lgan narsa baribir xodimlarimiz bilan bo'lgan suhbat baribir eng qizig'i. 哎，你好， Salom, sizga bir savol bermoqchi edim. Siz bu do'konda qancha vaqtdan beri ishlab kelasiz? 多少年了？ 2 yilcha bo'lib qoldi. 2年了。你工作早上 Sizni ish vaqtingiz nechidan nechigachaligini aytib bera olasizmi? Qo'shimcha vaqtni hisoblamaganda 8 soat atrofida. 哦，qo'shimchasiz 8 soat ekan. So'nggi savollarimizdan biri. Siz bu yerda bir kunda yoki bir oyda qancha pul topasiz? Oylik maoshimi? 3000. 3000 dan sal ko'proq bo'lishi ham mumkin. Mana do'stlar, o'zingizlar eshitdinglar. 3000 yuan topishar ekan. O'rtacha, ya'ni aynan 3000 degan anaqa gap yo'q. Ya'ni ish ko'proq bo'lsa, sal ko'proq bo'ladi, kamroq bo'lsa, sal kamroq bo'ladi. 3000 yuanimiz taxminan 450 dollar atrofida do'stlar. Bu do'konimiz juda ham zo'r do'konlardan. Bu do'konimizga alohida bir obzor bo'ladi, lekin bugun shunchaki oylik maoshni bilishga kirdik. Keyingi joyimizga qarab yo'l olamiz do'stlar. Kimlar savol tug'ilishi mumkin do'stlar? Nima uchun sizlar necha yildan beri ishlayotganini so'rayapsizlar, deyotgan bo'lishingiz ham mumkin. Nimaga deganda Xitoyda o'sha necha yil ishlaganligi juda ham muhim hisoblanadi. Lavozimi yiliga qarab belgilanadi. Misol, Oxfordni bitirib kelgan bo'lsa ham, shunda kelgandan menejer qilib qo'ymaydi hech kimmi. Yillar davomida ishlab, keyin lavozimi ko'tariladi, shunga qarab oyligi ko'tariladi. Shuning uchun necha yildan beri ishlaysiz degan gap juda ham muhim hisoblanadi do'stlar. Ko'p ishlagan bo'lsa, demak, o'rtacha oyligi shunga qarab ko'proq bo'ladi. Kam ishlagan bo'lsa, shunga qarab kam bo'lishi ham mumkin do'stlar. Keyingi manzil. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, bozorchada turibmiz. Yonimizda kartoshka sotadigan odamlar, bu tomonimizda stroy material magazinchilarni ko'rib turibsizlar. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimiz oddiy oshxona. Ko'rib turibsizlar, har xil ovqatlar qilib sotishadi. Qovurilgan, pishirilgan tovuq, o'rdak, shu yerda paketlarni qo'yib qo'yishibdi. Sal ichkariroq kiradigan bo'lsak, do'stlar, sejeni. Ko'rdinglarmi do'stlar, bizlarni mehmon qilishyapti. Juda ham katta sejen. Juda yaxshi odamlar, hozirlikdagi ham beramiz deyapti. Shefo. 中国这个叫香瓜， Shangwa. 香瓜。 Do'stlar, qovun tekinga shunda mehmon do'stlik qilishyapti. 谢谢。 Ol. Qo'y rayini qaytarma deydi-ku. 我们可以里面吗？ 里面啊，可以。 Do'stlar, ichkarini ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, o'zlarining oshxonasi shunaqa katta, chiroyli, yetarlicha toza. Har xil qozonlari bor. Shu yerda ovqat qilishadi. Zo'r. Lekin bizlarni qiziqtiradigan narsalardan biri bu albatta nima ish qilishlari. Ni hao shifu. Salom amaki, ismingizni bilsam bo'ladimi? Mening ismim Shinjing. Qaytarib yuborasizmi? Shinjing, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Sizga bermoqchi bo'lgan savollarimdan birinchisi, shu yerda qanchadan beri ishlaysiz? Men yaqinda ishga keldim, ko'p bo'lgani yo'q. Yaqinda keldingizmi? Juda ham zo'r. Yana bir savolim bordi. Mana shu turgan joyimiz sizga tegishlimi yoki bu yerga ijara haqqi to'laysizmi? Ha, biz ijara haqqi to'laymiz bu yerga. Bir oyda bu yerga qancha to'laysiz? Meni xabarim yo'q, bizning boshlig'imiz pul to'laydi. Siz bu yerda boshliq emas, demak, bosh oshpaz bo'lib ishlaysiz, to'g'rimi? Ha, men shu yerda bosh oshpaz bo'lib ishlayman. Do'stlar, amakimizni eshitdinglar, o'zinglar ham oshpazlik qilar ekanlar shu yerda. Oshpaz bo'lib ishlar ekan. Juda ham yaxshi. Yana bir bizni qiziqtirgan savollardan ayta olasizmi? Sizning oylik maoshingiz qancha? 6500 yuan. Hali 6500. Yaxshi do'stlar. Oshpazimiz ko'rib turibsizlar, yana xodimlar bor. 6500 bu taxminan 8 dollar atrofi, 900 dollar hattoki. 900 dollar atrofida shef-povurimiz oylik olar ekanlar. Ancha yaxshi. Qani ketdik. Sheshenye. Sheshenye. Ana endi qovunimizni yeyishimiz kerak. Oq bayir ko'rib turibsizlar do'stlar. Oq
bayır. Ha. Oq bayir, yashil bayir. So'raganlar bor ekan. Qani ketdik keyingi lokatlarga. Mana do'stlar, sal chetroq o'tib oldik. Qovunni yeyimizdi. Bularni oldida sal xijolat bo'ldi odam. Qovunni ko'rinishi do'stlar, orqasini po'chag'ini artib bizga bir noodatiy uslubda berishdi. Nega? Noodatiy uslub. Chunki xitoyliklar donaga bilan yeydi. Tushundinglar-a do'stlar? Qovunni donaga bilan yeyishadi. Nimaga deganda shunaqa foydali deb o'ylashadi ham, shirin deb o'ylashadi, ha. Bir xitoylik tanishlarimiz uyimizga mehmon bo'lib kelganda, qovun olib kelganda, Katta qovun ichida donalari katta bo'ladi. o'shalar bilan birga yeyiladi bu, birga yeyiladi. Olib tashamadi bizlar bilan janjal qilishgan o'sha paytda. Mana bular ham shunaqa dona bilan berishdi. Yana bir narsani aytib o'tay, odamlardan kirib hozir oyliklarini so'rab yuribmiz. Bu o'zi madaniyatli kiradi, unaqa oyligini so'rab, necha pul topishini so'rash bu yaxshi anaqa emas, yaxshi gap emas. O'zi aslida-yu, endi bizlar qiziq bo'lish uchun, ma'lumot bo'lish uchun shunaqangi so'rab surishtirib yuribmiz, do'stlar. Nima deydi? Hamma ham puli ko'payaversin deydi-ku. Keyingi lokatlarga yo'l olamiz, do'stlar. Mazasi zo'r. Qani ketdik. Do'stlar, ko'rib turishingiz mumkin, atrofimizda ko'cha ovqatlari bor. Shunaqangi aravachalarda do'stlar har xil ovqatlar tayyorlashadi. Bu millionlab odamlarni ish bilan ta'minlaydigan sohalardan biri, do'stlar. Qani endi kelinglar so'rab ko'ramiz akamizdan. Shunaqangi joyda mana ko'rib turibsizlar, xolodilnigi bor. Tashqi ko'rinishi reklamasi juda ham zo'r. O'rdak pishiradimi deyman amakimiz? Amakimiz to'g'riroq akamiz. Nixo. Salom, sizning ismingizni bilsam bo'ladimi? Mening ismim Jang Xingyu. Jang Xingyu. Men siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Bilishim bo'yicha mana shu yer sizga tegishli, to'g'rimi? Ha, bu yerlar menga tegishli. Siz bu yerda qancha vaqtdan beri ishlab kelyapsiz? Bilasizmi, taxminan 3 yildan beri shu yerda ishlayman. 3 yildan beri juda ham yaxshi. Sizning ish soatingiz soat nechidan nechagacha bo'ladi? Obedga yaqin soat 3lardan taxminan kechki 11largacha ishlayman. Demak, siz tushlik vaqtidan to kechqurungi vaqtlargacha ishlaysiz. Keling farazan tasavvur qilib ko'raylik. Aynan shunaqangi bir arava sotib olib, o'zim uchun bir biznes qilmoqchi bo'lsam, taxminan necha pulga tushadi? Siz meni biznesimni sotib olmoqchimisiz? Yo'q, shunchaki bir tasavvur qilib ko'ring. Men shunga o'xshagan bir arava sotib olib, sizga o'xshab ovqat sotmoqchi bo'lsam, bu menga qanchaga tushardi? 4,5 ming yuanga qilsa bo'ladi. 4,5 ming yuanga aynan shu aravamizmi yoki yana qo'shimcha narsalar bo'ladimi? Umumiy oladigan bo'lsak, mayda-chudalar bilan 5 ming yuanga tushadi taxminan. Juda ham yaxshi, rahmat. Va so'nggi savolim, bir oyda shu yerdan qancha pul topasiz? Bir oyda taxminan 4 ming, 4,5 ming yuan. 差不多4500。对。好嘞。谢谢。不客气。好。Do'stlar, 4,5 ming atrofida pul topaman aytibdi. Bunaqangi joyimizni ochish uchun ham o'sha qancha? 4 ming, 5 ming ketar ekanda. Qiyin, aravacha. Oddiy narsalar yopishtirilgan. Yaxshi. Bir oylik o'sha yerda ishlaydigan pulni qaytib chiqarib olar ekanda. Yaxshi biznes. 4,5 ming bo'ladi. Bizda taxminan 700 dollar atrofi. Yomonmas topishlari. Yomonmas. Keyingi lokatli do'stlar. Endiki lokatsiyamiz go'zallik saloni bo'ladi. Salonchilarimiz necha pul topishini ko'ramiz. Ozgina qiyin ochilishi. Bu salonga kelib kirishimiz. Men shu salonda ko'pincha tirnoq kiprik qildiraman. Chiroyli, akkuratniy salondan bo'ladi. Ni hao. Sizga bir ikkita savollarim bor edi. Birinchisi, siz bu yerda qancha vaqtdan beri ishlaysiz? 3 yildan beri. Keyingi savolim, sizning oylik maoshingiz qancha? 4 ming yuan atrofida. Bir oyda eng ko'p topgan pulingiz va eng kam topgan pulingiz qancha? 4 mingdan 4600 gacha. 好的，谢谢。拜拜。谢谢，拜。 Mana do'stlar, o'zingizlar eshitdinglar. 4 ming yuan. 4 ming yuan taxminan bizda bo'ladi
4800gacha dedimi? 4000 dan 4800 gacha, 4600 gacha dedim. Moskvada bo'lganiga yaxshi eshitilmadi-da. Yo'q, men o'zi oldin kirib so'rab keldim-da. Uyalaman, xitoylik juda ham uyatchayam bo'ladi. Uyalaman Moskvada qo'ysam maylaman dedi-da. Hozir shunga Moskvada qolib gapirdi. Taxminan 4000 yuanimiz do'stlar bizda bo'ladi 3,5 ming yuanimiz 500 dollar bo'lsa, 4000 yuanimiz taxminan 600 dollar. 600 dollardan 700 dollar atrofigacha topar ekan salonchilarimiz. Endi bilasiz, sezon payti ko'p bo'ladi, sezon emas paytda sal kam bo'ladi. Bayramlarga qarab shunaqangi narxlar bo'ladi-da. Keyingi lokatsiyamizga boramiz. Ketdik. Mana do'stlar, amakimizni uchratib qoldik. Obodonlashtirishda ishlaydigan amakimizlardan ekan. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Salom amaki, sizni ismingizni bilsam bo'ladimi? Lu Cheng. Lo Rushan. Siz shu shaharda yashaysizmi? Ha, men shu shaharda yashayman. Istiqomat qilaman. Sizni yoshingizni bilsam bo'ladimi? Ha, men 70 yoshdaman. 70. Ha. 70. Hali. Amakimiz 70 yoshda ekanlar, yaxshi. Amaki, bilsak bo'ladimi? Siz nima ish bilan shug'ullanasiz? Ha, men shu obodonlashtirish, ko'chalarni yig'ishtirish bilan shug'ullanaman. Amaki, bizga ayta olasizmi, sizga bir oyda qancha oylik maosh to'lashadi? Ha, taxminan 1100 yuan to'lashadi. Rahmat, sizning ish vaqtingiz soat nechidan nechagachaligini aytib bera olasizmi? Men tong sahardan ishda bo'laman. Nima, ertalabdan kechgachami? Yo'q, taxminan ertalab tongi 6larda. Yaxshi, ertalab 6dan nechagacha? Taxminan soat 12largacha ishlayman. Ha, bo'ldi, tushundim amaki, endi tushundim. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, amakimiz nafaqa yoshidagi insonlardan. Xitoyda bilasizlar, endi bilmaganlar uchun aytib qo'yaman, Xitoyda pensiya degan narsa yo'q, nafaqa degan narsa yo'q, unaqa narsa. Hamma o'zi o'sha yoshligida, kuch-quvvati bor paytda nafaqaga pul yig'ib, oyligidan tashlab, o'zi bankda yig'adi. Shunaqangi yosh katta bo'lganda nafaqa berilmaydi davlat tomonidan, o'shanda o'zi yashaydi. Amakimiz 6 soat ishlar ekanlar kuniga, ertalab 6 dan soat 12 gacha taxminan 1100 taxminan 200 dollar oylik olar ekanlar. Shunaqa do'stlar. Qani ketdik. Sheseniya shu bu. Ha, sheseniya. Bay. Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, ko'p kasb egalari bilan tanishdik, ularning oilalarni ko'rib chiqdik. Kimdadir ko'p, kimdadir kam, lekin eng muhimi nima, hamma rozi bo'lsa bo'ldi deydi-ku. Yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, oddiy. Misol uchun KFC, McDonald's yoki shunga o'xshagan restoran, fast foodlarda ishlaydiganlar kuniga taxminan so'mda 160 ming topishadi, soatiga ishlaydi ular. Soatiga taxminan 2 dollar atrofida. 14 yuan, 15 yuan atrofida topishadi, soatiga 2 dollar o'rtacha. O'zimiz ham ishlaganmiz, bilamiz. 700 dollar oylik, o'rtacha oylik Xitoyda do'stlar. Kimdir ko'proq topadiganlar, misol kimlar? Advokatlar ko'proq topadi, yana Doktorlar topadi. katta xirurg, doktorlar yaxshigina topadi, bir qancha bir 8000 dollar, 10000 dollar topadi ular. Endi yaxshigina o'qiydi shunga yarasha, lekin shunaqa topadi. Lekin hamshiralar 600 dollar. 600 dollar topadi. Shunaqa tanishimiz bor, hamshira 600 dollar topadi. Ishi qiyin do'stlar, endi ishi oson bo'lmaydi deydi-ku, hamma ish o'ziga yarasha qiyin. 600 dollar, nочной smenasi bor, kunduzgi smenasi bor. Shunga o'xshagan narsa. Yana bir narsani hisobga olish kerak, biz turgan shaharimiz o'rtacha shahar. Bu katta shahar emas. Agar Pekinda, masalan, Shanxayda shunaqangi katta shaharlarda bo'lganida oyliklar yana bir 50% ga oshiq, balki 2 barabarga ham oshiqroq bo'lishi mumkin edi. Nabarot, yana kichkinaroq shaharlarcha bo'lsa, qanaqadir yashash punktlari, qishloqlar deylik, qanaqadir chekka joylarda bo'lsa, oyliklar yana ham pastroq bo'ladi. O'rtacha oylik 300 dollar, 350 dollar bo'lishi mumkin. Shunaqa, biz o'rtaroq odammiz taxminan. Ana endi videoni shu joyga ko'rgan bo'lsanglar, nima deydi? Like bosinglar, obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Yaxuyevlar oilasi, Kevin Kamtarim Muzaffar hamda turmush o'rtog'im Lida. Ko'pchiliginglar obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekansizlar deb eshitdim. Unaqa qilmanglar do'stlar, u gunoh bo'ladi unaqa qilish. Xayr, salomat bo'ling.